Hey azizlar, sal shoshmay turing. Darrov bo'g'imlaringiz og'risa, belingiz og'risa, suyaklaringiz qirsillasa, darrov borib turib, ximikat ukoli olib, gormonlar olishga shoshilmang. Bularning juda ham oddiy yechimi bor. Faqatgina o'sha suyaklaringiz oziqasirab qolgan. Azizlar, bilasizmi, tizzangizdagi qisir-qisirlar, bo'g'imlar og'rishi, katta va kichik tog'oy to'qimalari yoki o'sha kichkina suyakchalaringizda hammasini og'rishi oziqam yo'q deb signal berishidan dalolat bo'ladi. Buni darrov shikoyatni og'zini yumish uchun unga darrov gormonlar olib, og'riqsizlantiruvchi har xil dorilarni ichish shart emas. Men sizlarga bu muammoingizga batamom yordam beradigan bir yechim aytmoqchiman. Bu yechim nimadan iborat? O'sha sizdagi bo'g'imdagi qisir-qisirga, og'riqlarga, revmatizm, polartrit va hokazo suyak bo'g'im og'riqlari uchun haqiqiy yechim bo'la oladi. Chunki bu suyaklaringizni 100% oqsilli oziqasi hisoblanadi. Bilasizmi? Hozirgi kunda hammada o'sha bo'g'imlar orasidagi sinovial suyuqligini yemirilishi kamayib ketishi ko'proq bo'g'im kasalliklariga olib keladi. Xuddi mana shu kollagen bo'g'im suyuqligi, sinovial suyuqlikni ko'payishiga yordam beradi va natijada bo'g'imlarni bir-biriga ishqalanishi kamayapti. Orasidagi yelim, ya'ni kollagen degani yelim degani kley ko'paygan sari bir-biriga deformatsiyasi kamayib, ana undan keyin sizda suyak og'riq, bo'g'im og'riq degan shikoyatlardan qutulasiz. Azizlar, bu kollagenning afzalligi nimada? Bu birinchi bo'lib 100% tabiiy, halol sertifikatiga ega dengiz osti marina degan baliqlardan olingan 100% oqsil hisoblanadi. Organizmga so'rilishi 95% tashkil qiladi. Eng zo'ri ichish juda ham qulay. Ichida qoshiqchasi bo'lib, ertalab shu bakalga, kattaroq 200 grammlik bakalga 2 choy qoshiqchasida olib turib, buni parashok sifatida bo'lgani uchun kofega o'xshab buni aralashtirib, ovqatdan oldin o'tirib ho'plagan holatda ichib olasiz. Kechki ovqatdan oldin ham xuddi shu ishni takrorlaysiz. Buni eng zo'rligi nimada? Ya'ni nima uchun kollagen parashok shaklida bo'ladi? Chunki u gidrolizlangan bo'ladi. Organizmdagi hujayralarni so'rib olishi osonroq bo'ladi. Borib o'sha kerakli joyga o'tirishi osonroq bo'ladi. Shuning uchun gidrolizlangan ionli formada juda ham organizmga so'rilishi oson qilib yaratilgan. Yana tarkibida vanilin hamda chernika borligi uchun ham asabga, ham ko'zimizga foydali. Buni ichsangiz nafaqat bo'g'imlar sog'lomlashadi, shikoyatdan qutulasiz. Undan tashqari soch to'kilishi to'xtaydi, ko'z nuringiz oshadi va hatto teringiz ham yosharib tortiladi, chiziqlar yo'qoladi. Azizlar, mana shu kollagen sizdagi barcha muammolarga yechim bo'la oladi. Azizlar, agar bu kollagen kimga kerak bo'lsa, bemalol video so'ngidagi telefon nomerlariga qo'ng'iroq qiling. O'zbekiston bo'ylab dostavka mavjud. Mutaxassis maslahati esa mutlaqo bepul.